Hurmatli talabalar, Ahamoniylar davlati davrida Markaziy Osiyo deb nomlanuvchi ma'ruzamizning davomini sizlarga taqdim qilmoqchiman. Bu ma'ruzamiz Fors Ahamoniylarning Markaziy Osiyoga harbiy yurishlari deb nomlanadi. Bu va undan oldingi darslarimiz O'zbekiston tarixi darsligining birinchi qismi asosida olib borildi, tayyorlandi. Bu O'zbekiston tarixi darsligi Toshkentda joylashgan Kimyo xalqaro universiteti tomonidan 2024-yilda nashr qilingan. Mana mualliflar Ataxo'jayev, Akbar Zamonov va hokazolarni tashkil qiladi. Xo'p, darsimizni demak davom ettirsak, dars avval o'sha Ahamoniylar davlati qanday tashkil topganligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Qadim zamonlardan Urmiya ko'lining janubiy tomonlarida Parsua degan qabilalar yashab kelgan. Urmiya ko'li sizlar maktab darsliklaridan bu nom sizlarga tanish bo'lsa kerak. Urmiya, Van, Sedan degan ko'llar mana shunday ko'l. Yon atrofida qadimda Urartu degan davlat bo'lgan, bilasizlar, miloddan 1-mingyilning boshlarida. Xuddi shu Urmiya ko'lini janubida Parsua degan xalqlar yashagan va miloddan oldingi 8-7-asrlarda mana shu Parsua xalqlari Elamga ko'chib keladi. Mana Elam hozirgi Eronning janubi sharqrog'ida joylashgan va ular Ahomon urug'idan chiqqan sardor Chishpish atrofida birlashadilar. Miloddan avvalgi 6-asrda hozirgi Eronning janubida Ahomoniy sulolasiga mansub shohlar Parsua, ya'ni Fors viloyatida qadimgi Fors podsholigiga asos solishgan. Mana Elam, o'shaning yonida Fors degan viloyat bor. Mana bu ikkinchi xaritamizda sariq rangga bo'yalgan qismi bu Fors viloyati hisoblanadi. Aynan mana shu yerda Ahamoniylar degan demak qabila yoki xalq yagona davlatga asos soladi. Ya'ni turli shu Fors viloyatidagi turli xil Fors qabilalarini birlashtirib yagona davlatga asos soladi. Bu davlatning nomi Fors davlati bo'ladi. Ahamoniylar sulolasi asos olganligi uchun gohida Ahamoniylar imperiyasi deb ham nomlanadi. Mana qayerlar bilan chegaradosh bo'lgan. Dastavval Midiya bilan chegaradosh, mana Kaspiy dengizining janubi g'arbida Midiyaliklar yashagan bo'lsa, mana Forsning janubida Elam, janubi sharqida Vavilon degan joy bu Bobil, mana Frot va Dajla daryolarini ko'rib turibsizlar. O'sha Frotning yuqorog'ida Assuriya degan davlat bo'lgan, mana Urartu bo'lgan, bu yog'i Qora dengiz va hokazo. Dastavval bu Ahamoniylar Assurlarga qaram bo'lib yashagan bo'lsa, keyinchalik ular Midiyaliklarga itoat qilishgan. Ilk hukmdori Kir birinchi davrda Assuriyaga, Kambiz birinchi davrda Midiyaga itoat etganlar. Keyinchalik Kambiz bilan Midiya shohining qizi Mandana o'rtasidagi nikohdan Kir ikkinchi, ya'ni Qayxusrav dunyoga keladi. Ahamoniylar davlatining asoschisi bo'lmish Qayxusrav, ya'ni Kir ikkinchi, miloddan avvalgi 558-yilda turli xil Fors qabilalarini yagona davlatga birlashtirgan. Miloddan oldingi 545-539-yillarda Kir ikkinchi Sharqiy Eron, Marg'iyona, Xorazm, So'g'diyona, Baktriya, Ganxara kabi yerlarni, 539-525-yillarda esa Bobildan to Misrgacha bo'lgan yerlarni Ahamoniylar davlati tarkibiga qo'shib oladi. Quyidagi slaydda siz Ahamoniylar sulolasi hukmdorlarining ismlari va ularning hukmronlik qilgan yillarini ko'rishingiz mumkin. Bu mana shu ma'lumot ham O'zbekiston tarixi darsligidan olingan. Mana dastlabki hukmdori, davlatning asoschisi sifatidagi hukmdori Kir ikkinchi bo'lsa, oxirgisi Artaxerxes 4-chi, ya'ni 5. Shu bilan Forsni Makedoniyalik Aleksandr istilo qiladi va Ahamoniylar davlatiga bu yerda barham beriladi.
Kir-2 qisqa vaqt ichida miloddan oldingi 547-546 yillarda Kichik Osiyo davlatlarini istilo qilgan. Herodotning xabarlariga ko'ra, Kurushning harbiy yurishlariga Bobur, Bog'tar xalqi, ya'ni Baktriya, saklar va misrliklar to'siq bo'lib turgan. Ya'ni qaysi harbiy yurishlarigaki, bu Kichik Osiyoga nisbatan bo'lgan harbiy yurishlarga. Bobildan oldin, ya'ni 539-yildan oldin, bilasizlar, Bobil miloddan oldingi 539-yilda zabt etilgan. Mana shundan oldin Kir-2 Parfiya, Ariya, Marg'iyona, Baktriya, So'qni o'ziga bo'ysundirgan. Lekin aksariyat tarixchilar O'rta Osiyoning o'troq dehqonchilik vohalari va Xorazm 545-539-yillar oralig'ida Eron ahamonlar tomonidan bo'ysundirilgan degan xulosaga kelishgan. Miloddan avvalgi 530-yilga kelib, ahamoniylar Hind vodiysidan tortib to O'rta Yer dengizigacha bo'lgan yerlarni egallagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyodagi ko'chmanchi qabilalar mustaqil bo'lib yashagan. Shu yerga diqqat qaratamiz. Faqatgina ko'chmanchi qabilalar Kir-2 davrida mustaqil bo'lgan. Xorazm, So'g'd, Baktriya yuqorida ko'rdik, Kir-2 tomonidan bosib olingan. Bu ko'chmanchi qabilalar bular Massagetlar, Saklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana bu xaritada ko'ryapsiz, Massagetlar. Endi bu taxminiy ravishda ko'rsatilgan. Ushbu hududda yashagandir. Saklar ham taxminan shu hududlarda yashagan. Xo'p, umumiy olganda Markaziy Osiyoda. Miloddan oldingi 530-yil avgust oyida Kir-2 Massagetlar ustiga qo'shin tortib keladi. Bu harbiy yurish haqida qadimgi davr mualliflari, Herodot, Yustinda turlicha tarixlarni, turli ma'lumotlarni keltirishgan. Herodotning yozishicha, Kir-2 530-yilda Turonga qo'shin tortib keladi. Bu paytda Massagetlar malikasi, sizga ma'lumki, Tomaris bo'lgan. Massagetlar bu paytda Amudaryoning bo'ylari, ya'ni quyi Amudaryo bo'ylari va Qizil qumda yashagan, ya'ni qadimgi Xorazm hududida. Herodotga ko'ra, Kir-2 Massagetlar malikasi huzuriga o'z elchisini yuborib, uning qo'lini so'raydi. Ammo bu natija bermagach, masala harbiy yo'l bilan hal qilinadi. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, Kir-2 hozirgi O'zbekiston hududini deyarli o'sha asosiy qismini, o'troq vohalarini egallagan. Faqat o'sha ko'chmanchilar, cho'lda, dashtda yashaydigan ko'chmanchilarni hali bo'ysundirmagan. Mana shu Massagetlar malikasi Tomaris shu ko'chmanchilarning sardori hisoblangan. Uning eri vafot qilgandan so'ng Massagetlar o'sha qabilalar ittifoqi, bu davlat emas, qabilalar ittifoqi bo'lgan. O'sha qabilalar ittifoqining boshqaruvi ularning malikasi Tomaris qo'liga o'tadi. Tomaris dastlab Kirdan Massagetlar yurtidan chiqib ketishni so'raydi. Biroq forslar shohi rad javobini bergach, ikki o'rtada ayovsiz jang bo'ladi. Herodot Massagetlar va forslar o'rtasidagi jang tafsilotlarini o'z asarida quyidagicha tasvirlaydi. Herodot yozadi. Mening bilishimcha, bu jang varvarlar o'rtasidagi barcha janglardan ham dahshatli bo'lgan. Yunonlar bilasizlar, o'zidan boshqa xalqlarni varvar deb nomlagan. Avval har ikkala qo'shin bir-birini uzoq masofalardan turib kamondan o'qqa tutgan. Kamon o'qlari tugagach, ular qo'llariga nayza, qilich olib, bir-birlari bilan kurashdilar. Jang uzoq davom etdi. Ko'p qon to'kildi. Nihoyat Massagetlar, ya'ni Tomaris g'alaba qozondi. Fors qo'shinlarining asosiy qismi, jumladan Kurush ham jang maydonida halok bo'ladi. U to'liq 29 yil shohlik qilgan edi. Kurushning jasadi topilgach, Tomarisning buyrug'i bilan uning kesilgan boshi inson qoni bilan to'lg'azilgan meshga solinadi. Shu bilan mana Kir-2ning
massagetlar ustiga qilgan yurishi muvaffaqiyatsizlik bilan, omadsizlik bilan tugaydi, o'zining halokati bilan tugaydi va forslarning Markaziy Osiyoning uzoq chekkalariga, shimoligacha bo'lgan o'sha yurishlari shu bilan tugalanadi. Shu yerda ular forslar to'xtaydi. Kirik vafotidan so'ng taxtga uning o'g'li Kambiz II o'tiradi. U miloddan oldin u otasining siyosatini davom qildiradi, ya'ni ko'p yillarni bosib olish kerak. Forslar imperiyasini chegaralarini yanada uzaytirish kerak va shuning uchun ham miloddan oldingi 525-yilda endi sharqqa emas, u g'arbga yurish qiladi, Misrni istilo qiladi. Chunki otasi bu yoqda sharqda halok bo'ldi. Endi u qarama-qarshi tomonga yurish qilish kerak, o'zini sinab ko'rish kerak va Misrni forslar istilo qiladi. Mana Misr xaritada ko'ryapsizlar. Shu yergacha keladi bular. Juda katta imperiya bo'lgan. Bizning bobolarimiz shu imperiyaga qarshi qo'zg'olonlar ko'targan. Kambiz IIdan so'ng Fors imperiyasida katta qo'zg'olonlar boshlanib ketadi. Miloddan oldingi 522-yilda taxtga Dorobir keladi. Ya'ni Dorayavush fors tilida. Dorobir taxtga o'tirgach, u Bobil, Misr, Elam va Turon o'lkalaridagi isyonlarni shafqatsizlik bilan bostiradi. Behussun yozuvlarida bu haqida shunday deyiladi. Elam, Midiya, Assuriya, Misr, Parfiya, Marg'iyona, Sadqa, Gadiya, Saklar mendan ajralib chiqdi. Ya'ni bu Dorobirning gapi. Marg'iyonalik Frada ismli bir kishi viloyatning hokimi deb e'lon qilindi. Keyin men Baxtar satrabi, ya'ni Baktriya va menga bo'ysunuvchi odamim Fors Dadarshishni huzurimga chaqirib, unga shunday dedi: menga bo'ysunmaganlarni tormor qil. Ahura-Mazda irodasi bilan mening qo'shinlarim isyonchilarni butunlay mag'lubiyatga uchratdi. Shundan so'ng davlat mening qo'limga kirdi. Mana men Baktriyada nimalarni qildim. E'tibor beringlar, bu Ahura-Mazdani ismini tilga olyapti. Bu shundan dalolat qiladiki, mana Ahura-Mazdaning surati, bu Dorobir, bu yoqda mana bo'ysungan xalqlar bo'yniga va qo'liga mana arqon solingan holda tasvirlangan. Ahura-Mazdaga e'tibor beringlar. Demak, Dorobir davrida Forslar imperiyasining davlat dini bu Zardushtiylik dini bo'lgan, Ahura-Mazdakilik dini bo'lgan. O'sha Ahamoniylar qayerni bosib olgan bo'lsa, u yerda Zoroastrizmni yoygan. Xususan Xorazm va Sog'diyonaga shu tariqa Zardushtiylik dini kirib kelgan bo'lsa kerak. Davlat dini deb e'lon qilingan, bu to'g'ri, ammo Sasoniylar davrida bu Zardushtiylik nima deydi? Mukammal din, o'sha forslar uchun, forslarning nazaridagi mukammal din, yagona qolipga solingan din nimasiga, darajasiga chiqadi. Bu ham mana Behussun qoya toshidagi surat, oldingi suratni katta ko'rinishi, Dorobir, qo'lida kamon, bu yoqda Ahura-Mazda, bu yoqda mana mixxatlar, ular o'qilgan barchasi internetda bor. Bularning tarjimalari. Saklar isyoni. Dorobir bundan oldin bilasizlar 522-yilda Marg'iyonadagi Frada qo'zg'olonni bostirgan. Bu haqida qisqa aytib o'tdik. Bevosita o'zlarimizga O'zbekiston tarixiga keladigan bo'lsak, saklar bilasizlar 3 guruhdan iborat bo'lgan. Bizning hozirgi O'zbekiston hududida yashagan bular. Miloddan oldingi 519 yoki 518-yilda Dorobir saklarga qarshi yurish qiladi, ya'ni qo'zg'olonni bostirish uchun.